Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi darvozaga yetib keldik. Bunisi darvoza emas, ya'ni kichikroq kalitga, o'lchami katta emas. Ko'rib turganingizdek, to'g'risini aytsam, bu darvozani, ya'ni kalitkani shaxsan o'zim ishtirok etganman. Materiallardan tortib, yasalishi, dizaynigacha, hammasigacha o'zim bosh bo'lganman. Faqatgina bu yerda turishning sababi Qashqadaryoga olib borish kerak edi. Mana bu, ya'ni bizning xatoyimiz bo'lgan. Butun yasab qo'yganmiz. Ya'ni bo'laklash kerak edi. Ya'ni bilasiz, Namangandan Qashqadaryoga olib borishim texnika kerak bo'ladi. U texnikamizda Isuzu ham nima deydi? Endi 260 masa, ko'pi Isuzular 220 atrofida bo'ladi. Xullas bu sig'may qolib ketgan. Bu yerga. Lekin yasalish tomonidan hech qanday muammo bo'lmagan. Mana o'sha ko'rinishi baquvvat, hamma tomoni, profillari ham, ichidagi oynaga ham oltidek listdan, ya'ni qizdirilgan deydi, ya'ni sinsa ham maydalanib ketadi, lekin qo'lda kelsadan bo'lib sinmaydi. Va bu oynani bemalol olib, yana qo'yish imkoniyati bor. Orqa tomondan ikki profildan to'qib turib, ramka qilib turib yopishtirganman. Kraskasi rangi mokriy asfalt, o'lchami eni 2 metr, ya'ni asosiy tushadigan joyida 2 metr. Balandligi 3.5. Yoniga mana bu 22 sm dan ikkita tomoniga nalichka chiqqan, tepaga 30 sm atrofida nalichka chiqqan. Mana bu ham 2 qavatli, ya'ni oraga steklar solib 5 qilib orqa tomonidan yopilgan tuplikni qilib. Qanotlarning ochilishini e'tibor beryapsiz. Mana kichkina qanoti bor va katta qanoti bor. Lekin mana bu chekka tomondagisi esa qanoti ochilmaydi. Shuni o'zida ham to'liq ochilganida ham sizga 1.45 atrof, 1.45 sm. Ya'ni bu narsa buyum, divonmi yoki boshqami nima bo'lishiga qat'iy nazar bemalol olib kirib ketish imkoniyati bor. Changiga e'tibor bermaysizlar. Mana yuk mashinalar tez o'tib turadi bu yerda, yo'lda bo'yida. Shuning uchun chang yana bir pasda o'rnab qolaveradi. Xudo xohlasa kelishib qolsak, vodiy bo'ylab 8 millionga olib borib o'rnatib beriladi. Bir qator ko'rib, yuvib, netib, kraskasini ham yana bir qator sizga yangidek qilib, o'zi ham yangi, faqatgina yanada yangidek qilib bo'yab beriladi. Orqa tomoni mana ko'rsatib o'taman. Mana o'sha orqa tomondan ko'rinishi, ya'ni mana bu yerda bo'shatib turib, bemalol oynakni almashtirish imkoniyati bor. Aytaylik, boshqa fasondagi oyna kerak bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Tagi to'playna qilingan. Profillar ham 1.5 qalinlikda ishlatilgan. Yana nimasi aytishimiz? Asosiy narsa shu. Ma'lumot. Qanotlar tashqariga ochiladi, ikkala qanot ham. Yana shunga o'xshash buyum, darvoza, umuman olganda nima bo'lishidan qat'iy nazar metal buyum bo'ladigan bo'lsa, bizga obuna bo'lsalaring, iloji boricha o'sha ma'lumotlaringda, ya'ni kerakli buyumlaringda iloji boricha sizga kerakli buyumlarni topib berishga harakat qilamiz. Narxlarni ham aytib o'tamiz, dastavkasi boshqasi. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib bera olamiz, lekin narxi faqat vodiy bo'yicha shu narx ichida. Bundan u yog'idagina telefon orqali kelishamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna qo'ying, albatta sizga kerakli buyumlar chiqib qoladi. Sog' bo'linglar, salomat.